Xitoy ishg'oliyachilari Sharq Turkiston miqyosida madaniyat qirg'inchiligini davomlashtirmoqda. Turkiston Parast to'rining xabar qilishicha, Sharq Turkistonning Yakan noyisida tarixiy joylar va masjidlar yiqitilib, o'rniga yangi binolar solingan. Atalmış shahar muhitini güzelleştirish va tozalik bahonasida Uyg'ur madaniyat meroslarini chiqib, o'rniga Xitoy me'morchilik uslubidagi binolar solingan. Xitoy zulmidan qochib Turkiyada panohlangan Sharq Turkistonlik Qutlug' Darvish İyi Partiya gruppasi salonida so'z qildi. Qutlug' Darvish so'zida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga elib borgan zulmlarini anglatdi. Onun bu yerdagi so'zlarining bir qismini İyi Partiya İstanbul millat vakili Yavuz Agral o'g'li Twitter hisobida ham bahrlandi. Telefonda görüşemiyorum. Yevropa İttifoqiga a'zo 28 davlatning rahbarlari Yevropa parlament saylamidan keyin Bruselda jam bo'lib, Yevropa İttifoqi organlarining yangi boshliqlarini belgilash muzokaralarini boshladi. G'ayri rasmiy kechki tomoq ziyofatida jam bo'lgan rahbarlar Yevropa parlamenti saylami natijasiga qarab chiqdi. Hamda ittifoq rahbarlarini belgilashdek murakkab va uzun muddatlik bir muzokarani boshladi. Polsha mudofaa ministri Polshaning Amerikadan 32 dona F-35 tipli urush aeroplani setib olganligini bildirdi. O bayonotida bugun amerikalik sheriklarimizga orqa saf va mashqlantirish mulozimatlari bilan birlikda 32 dona F-35 setib olish talabimizni yetkazdik dedi. Polsha tegi o'tgan yili vatanparvar nomli havo va boshqariladigan bombadan mudofaalianish sistemasi uchun Amerika bilan 4 milliard 750 million dollarlik kelishim imzolagan edi. Rossiya tashqi ishlar ministri Lavrov Afg'onistondagi barliq guruhlarga vakolatan qiladigan siyosiy kuchlarning eng qisqa vaqtda tinchlik suhbatini boshlash kerakligi haqida to'xtalib, chet el kuchlarini bu davlatdan butunlay chekinishga chaqiramiz dedi. Lavrov Rossiya Afg'oniston diplomatik munosabat o'rnatganligining 100 yillik munosabati bilan o'tkazilgan yig'inda so'z qildi. O Rossiyaning yaqinqi yillardan buyon Afg'onistonda iqtisod, energiya, səhiyyə və ma'rif qatarlıq sohalarda yordam qilganligini, hamkorlik natijasida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda nurg'un kelishimlarning imzolanganligini ta'kidladi.